bolalik qaytib kelmaydigan. Ammo o'y hayollarda hayolingizda bunday kinoga o'xshab o'tadi oldingizdan deb o'ylasangiz. Akam rubobni berib buzib qo'yasan deb bermasdilar. Men haligini bekitib olib o'tib bu joylarga olib o'tib cholardim-da. Maslini zor qo'msagan ko'nglim kuysin sanam jon. Akillagan itlaring qismat suysin sanam jon. Devordan oshib o'rikka chiqardik. Qo'shnilari qizlari bo'lardi-da, chiroyli qizlarni halilar bilan o'ynab. Yoshlikda edi. Mana shunga ham 60 yil 50 yildan o'tibdi qarang. Dadam Yoqubni ko'rsatib o'tib, hamma kelib televizorda oldida o'tirilardi. O'sha payt chiqsin iloyim. Avval ruxsat so'rasa yaxshi bo'ladi ama. Juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, zo'r do'stimsiz siz men. Mendan o'tgan bo'lsa siz kechiring, sizdan o'tgan bo'lsa men kechiray. Bu ajoyib gap bo'ldi, Birajon. Menimcha endi birinchi ishda ertaga siz bilan didorlashdan boshlasalar kerak. Shuna bo'ladi. Eng baxtli kuningga ataganingni o'zganing o'tmishi o'g'irlab olgan. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni fursatlardan boshlab siz Toshkent telekanalida Xiyobon ko'rsatuvini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Studiyada men Nozimjon Mo'minov hamda hamkasbim Kamol Nasimov. Assalomu alaykum. Sog'inchlar, esdaliklar va yoqimli xotiralar haqidagi Xiyobon dasturi yana jonli efirda siz bilan birga. Yillar bizni yoshlikdan uzoqlashtirib borgan sari biz qalban unga yaqinlashib boraveramiz. Chunki davrlar o'tgani sayin xotiralar yanada yorqinroq bo'y ko'rsataveradi. Bugun ham siz bilan ana shunday xotiralarni birgalikda esga olamiz. Xiyobonning bugungi mehmoni xonanda va sozanda Murodjon Ibrohimov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Murod aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar, xushvaqt bo'linglar. Murod aka, albatta har bir qo'shiqlarda insonning hayoti yashaydi-da. Inson hayotini qaysi bir davrlari, qaysi bir xotiralar yashaydi-da. Va menimcha bugun mana ko'rsatuvimizni tomosha qilishni boshlagan muxlislaringizning aksariyatida Murodjon Ibrohimov deganda balki o'sha hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvida har doim boshida ko'rsatuv boshlanishda yangraydigan qo'shig'ingiz balki yodiga tushar ko'pchilik deyman-da. Keling shuning uchun muxlislaringizga bir eslatish ma'nosida mana shu qo'shiqdan ozgina parchani tinglaylik-da. Keyin suhbatimizni boshlaylik. Xo'p. Marhamat. Odamlar o'tganlar o'tadi hayot so'qmoq bu notekis chiqsin ba'zilar adovat urug'im boshqalar adolat ulashar tinsiz quvonchlar
tashvishlar yukini ortib o'tarli lahzalar karamsal umrimiz mazmuni misqollab tortib o'tarli zamonlar musiqa sadolarining boshlanishiyoq bizga shu hayot haqidagi o'ylarimizga bexos start berdi. Chindan qo'shiqni hayot haqidagi musiqani o'zi ham aytib turibdi. Albatta, albatta. Va hozir ekran qarshida tomosha qilganlar ham bexos o'sha yillarga qaytishgan bo'lishsa, turli xotiralarni, o'sha hayotlarni yodga olishgan bo'lsa, ajab emas. Hozir mana o'zim esladim yoshligim, o'sha qaytdim hozir. Umrim mazmuni, umrimiz mazmuni degan. Misqollab tortib o'tadi zamonlar. Ko'rsatuvda Dadaxon Yoqupovning she'rlari bilan shu ko'rsatuvga boshida ham, oxirida ham ketadigan qo'shiq edi. Mana shu qo'shiq televizor qarshisiga chorladi. Hayot quvonchi va tashvishlari ko'rsatuvi boshlanibdi degan. Boshlanibdi. Dadaxon Yoqupovning ko'rsatuvi deb hamma kelib televizorda oldida o'tirilardi o'sha paytda. Men hozir esimga tushib hozir g'alati to'lqinlanib ketdim hozir. Murod aka, endi mana aytyapman-ki, mana hozir mana shu qo'shiqni eshityapmanda, o'sha holatlar ko'zim oldida kelyapti. Mana haligacha esimda. Mana shunga ham o'ylab qarasam, bir 35-40 yillar bo'lyapti-da mana shu voqealarga ham. Lekin kechagina bo'lgandek. Mana shu bolaligim, televizor qarshisida kutib o'tirganlarimizni hozir mana eslayman-da. Ana endi gap bolalik haqida ketganda, endi yana ham oldinroqqa qaytadigan bo'lsak, Murodjon Ibrohim o'zlarini bolaliklarini qanday xotirlaydilar? Eng birinchi mana sizni ko'zingiz oldiga keladigan manzaralar qanaqa? Birinchi bolaligimda dadam bitta rubob bergandilar akamga. Akam rubobni berib buzib qo'yasan deb bermasdilar. Men haligini bekitib olib o'tib bu joylarga olib o'tib cholardim-da. Bolalik qaytib kelmaydigan. Ammo o'y hayollarda hayolingizda bunday kinoga o'xshab o'tadi oldingizdan deb o'ylasangiz, o'sha bolaligingizdagi ishlar, o'sha shuni san'atga kirib kelishimga ham shu bolaligimdan bo'lgan ekanda, yoshlikdan. Odam muhabbati bo'lar ekanda san'atga, she'riyatga. Bir yoshligingizda bir qarasangiz aktyor bo'lgingiz kelib ketadi. Bir qarasangiz muzikant bo'lgingiz keladi. Bir nimaga astronavt bo'lgan bor edi meni yoshligimda. Orzu havas edi yoshlik nimalarida. Mana endi shu narsalar kitoblarga, mashlarga qiziqishga olib kelib, mana shunga ham 60 yil 50 yildan o'tibdi qarang. Hiç. Hozir keltirolmayapman. Men bu studiyaga kelib o'sha yosh yigitlik paytimizni esladim. Rollar o'ynaganimizni esladim. Hozir kirib kelyapti bu yoqqa. Ajoyib o'tmishdagi o'zingizni xotiralaringiz esingizga tushadi-da bu yerga studiyaga kelsak. Ne ustozlar bor edi bu yerda, juda ko'p. Demak, san'at instituti tahsil olish jarayonida bu yerga ko'p kelgansiz. Ko'p kelganman, ha. Chunki o'shanda bitta spektakllarda, telespektakllarda ham rol o'ynardik-da. Ya'ni to'ylarimiz haqida o'ylarimizga ko'rsatuv bo'lardi. O'shanda rol o'ynardik. Bu paytda o'sha tanqid qilardi, restoranlarda o'tirishlarda kelin-kuyovlarda o'tirishini tanqid qilinardi. Mumkin emas shu deb shunday bezori rol o'ynab chiqardim men. Diyos aka bilan, Rahmatov bilan. Demak, xonandalikdan oldin siz aktyorlik faoliyatingizni boshlagansiz. Ha, birinchi shunaqa bo'lgan. Murodjon aka, mana Farg'onada, umuman vodiyda san'atga muxlislik, san'atga ishtiyoqmandlik juda ham yaxshi.
va aynan san'atga bo'lgan mehringiz sizni kimlarga havas orqali uyg'ongan? Bu biri men nima desam ekan, shu o'zi aslini olsangiz ota-onangiz o'zi yo'nalish berar ekanda. Bolani qiziqishiga qarab turib yo'nalish berar ekan, o'sha bizga to'g'ri yo'nalish berishgan ekanda. Misollar, qobiliyatingizga qarablar ham o'qituvchilarda. O'qituvchining oilasida tug'ilganmiz. Onamiz uy bekasi edi. Shu san'atga mehrimiz borligidan o'shanga yo'lantirganlarda, musiqa maktabiga olib borib boshqa. Endi bizda shu o'zimizning shu Marg'ilonlarda shunaqaki oddiy xalq, oddiy sodda odamlar ham qo'shiqning ma'nosini so'zigacha biladi-da. San'atga juda biror joyda aytayotgan bo'lsangiz, o'ylab turib aytasiz bir narsani. Agar noto'g'ri aytib qo'ymay so'zini, agarda noto'g'ri aytsangiz, kelishib mana shu joyda mana so'zini noto'g'ri aytdingiz deb ketishardi. Yosh katta odamlar kelishardi. Chunki o'sha san'atga muhabbat kuchli edi. San'atga muhabbat kuchli edi. O'sha muhabbatning zo'rligidan endi bu ham ilohiy deb hammaga ham berilavermaydi. Endi jinday bo'lsa ham, sal bo'lsa ham jinday qobiliyatimiz bor ekan va holi qudrat, jinday kuy ham bastalab turamiz. Jinday sal shoirlikka da'vo qilmaymiz, ammo qoralab turasiz. Qoralab ham turamiz, sal parcha, ammo maslahat so'rab turib ish qilamiz. O'zingizning she'rlaringizni ham qo'shiqqa aylantirganmisiz? Ha, aylantirganman, qo'shiq bo'lgan. Qo'shiqlarda ham. Ana endi yana devasida yoshlik, bolalik paytlari. Mana oilaviy muhit haqida gapirdingiz. Va yana bitta narsani aytdingizki, mana shu to'ylarimiz haqida o'ylarimiz degan ko'rsatuvlarda bezorning rolini o'ynaganman, ko'p o'ynardim deyapsiz. Lekin o'sha paytda o'zingiz xarakteringizga ham, o'zingiz fe'l-atvoringizga ham bu begona bo'lmagan unchalik ham. Chunki biz bola edik, ko'p gaplarni eshitardikki, ayniqsa o'sha payt bir o'tish davrlari, sobiq ittifoq davrini oxirgi yillari, talatomlar bo'lib turgan paytlarda ko'chalarda o'z haq-huquqini himoya qilishga ham ko'p to'g'ri kelgan deyishadi. Sizga to'ylarda ayniqsa? To'ylarda juda ko'p bo'lardi-da. Endi bu o'ylab qarasak, endi misol men ham mustaqil fikrlay oladigan odamman-ku. Mustaqil fikrlaydigan odam, jinday sal bo'lsa ham da'vo qilmasa ham kitob o'qiysiz. Dadam juda ko'p kitob o'qib turardilar-da. Kitob bu odamni tarbiyalaydi, o'stiradi. Dunyoqarashing o'sadi, o'zing ijodkor bo'lsang, ijoding o'sadi dedilar-da. O'shaning uchun o'sha siz aytmoqchi, o'sha davrlarda o'ziga yarasha bizga bergan tarbiyalar, o'sha kitoblar tarbiya berganda, qanaqa qilib o'sha nimadan chiqib ketish yo qanaqa qilsa foydasi tomoni tegadi, ashlarda hisob kitobini chiqarganmiz-da. Bu ham endi o'sha davrdagi o'sha muhitni hozir ko'z oldimga keltirdim-da. Kino lentasiga o'xshab o'tib. Mana yana bir bizda Marg'ilonda buni acha deyishadi. O'sha mana acham rahmatlik Qo'qonlik bo'lganlar-da, Qo'qondan Marg'ilonga kelin bo'lib tushganlar. Shularda ham hissasi bor deyman-da, chunki acham juda o'tincha ayol edilar, juda ilmli, ziyoli ayol edilar, dutor ham chalardilar. Dutor chalib, juda ko'p dostonlarda, juda ko'p rivoyatlarda aytib berardilar-da menga. Borib o'shda turardim. Ashlar ham qandaydir sabab bo'ladi odamga. Albatta. Bir yo'nalishga boshlaydi-da, turtki beradi-da. O'sha meni atrof muhitni, o'sha tarbiya ko'rgan, tarbiya bergan ustozlarim, ota-onam, o'sha mana momolarim hammasini o'ziga yarasha xizmati katta deyman. Yoshligim bu yoqqa eslatdi hozir bani. Endi mana qarang. Otangiz o'qituvchi, onangiz uy bekasi. Endi o'sha paytda oilada 8 farzand. Endi tirikchilik ham o'ziga yarashadi endi. Juda haligi osonlik bilan kechgan emas. Shu paytda siz mana shu oilada birinchi bo'lib mana shu san'at yo'liga qadam qo'yib, o'zingiz orzu maqsadlaringiz yo'lidan borish, bir qanaqadir bir oiladagi avvalambor balki ota-onani
ayrim qarshiliklari bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Qolaversa, mana shu ayovsiz, shafqatsiz hayotni qarshiliklarni yengib, mana shu yo'lga kirish unchalik ham oson bo'lmagan bo'lsa kerak endi o'zi. Albatta. Endi o'zini har bitta kasbda o'zini qiyinchiligi bor deydi. O'rtacha kosib, o'rtacha sartarosh, o'rtacha novvoy bo'lgandan ko'ra bo'lmagan yaxshi-da. Endi o'zi bizni oilada dadam, onamiz rahmatli, ular hammalari san'atni yaxshi ko'rishardi. Shu bizni ham o'g'illar chiqib xalqqa xizmat qiladigan qo'shiqchi bo'larmikan deb. Demak, niyat bo'lgan. Shunday bo'lsa yaxshi, lekin ba'zan suhbatlashganimizda o'sha ayrim mehmonlarimiz otam masalan san'atkorlikka jiddiy kasb deb qaramasdi o'sha paytda degan gaplar ko'p bo'lganda, shuning uchun men bu savol bergandim. Demak, sizlarning oilangizda muhit o'zi shunga boshqacha bo'lgan. Moyil bo'lganda. San'atga o'zi dadam ham go'yo qaram tebratardilar-da. Go'yo yozardilar. Endi uni ham o'zi bizga yarasha endi baribir xatoliklari bo'lgan bo'lishi mumkin. Parvardigor deydi, biz bitamizda bo'lsa, bitamizda chiqib qolishi mumkin. Xato o'shani ham tuzatilganda kitoblar o'zi hayotiy tajribangizni ham tuzatib boraveradi-da o'zingizni. Borku, har kishi olmasa hayotdan ta'lim unga o'rgata olmaydi. Hech bir muallim. Bu bizda aytilmaganki, o'sha hayot ham tarbiyalaydi. O'sha endi o'zi har bitta kasbda o'zi qiyinchiligi bo'ladi o'zi. Mashaqqati bo'ladi. U mashaqqatini, qiyinchiligini tatmasangiz, bu yoqdagi lazzatini his qila olmaysiz. O'sha qiyinchilik ham ko'rish kerak. Albatta, u ko'rmasangiz, u mehnat-ku. O'shani ko'rsangiz, ne lazzat bo'ladi-da keyin. Mana hozir eslab lazzatlanyapman-ku. Bo'lmasam mana eslab lazzatlanayotgan bo'lsangiz, shuni yana davom ettiraylik-da. Mana shu xushnud damlarimizni. O'sha paytda sizning qo'shiqlaringiz juda ko'p oshiqlarni bir o'ziga yarasha bir nolasi bo'lib, ko'pchilik yuragidan joy olganda va o'sha nimalarda, qo'shiqlaringizda qanaqadir xarakter yarata olingan deyman-da. Ovozda, nafasda, o'zida eshitgandan odamning xayollarini uzoqlarga olib ketadigan, qanaqadir bir o'sha meni dardim kuylanyapti deydigan darajada har kim o'ziga qabul qiladigan darajada qo'shiqlar bo'lganda o'sha paytlarda. Va keling o'shalardan hozir bittasini. Qaysini deb o'ylaysiz? Men yoqtirgan qo'shiqlarim ko'p, sizning qo'shiqlaringizda, lekin sizni yoqtirgan qo'shiqlaringiz ko'p bilaman. Bo'ldi, men qiynamay bo'lmasam. Oh kecha, oppoq kecha, oy kelindek suzildi. Uyqucha, yostiq qucha, yigit ko'zi ilindi. Yigit ko'zi ilindi. Bog' devori yaktagimni ado qildi sanamjon. Suyganimni sen bilmading, devor bildi sanamjon. Oq olchalar har kecha bitta uzildi. Derazangdan oshib tushib Fudaychilar tizildi. Kim she'r edi bu? Men Endi juda ancha yillar o'tib ketdi-da oradan. Tabiiy endi. 40 yil. Yoddan ko'tarilish. 40 yildan o'tibdi-da bu. Shu qo'shiqni tinglaymizmi bo'lmasam? Oq kecha, oppoq Bizda kecha. tasvirlarda bor arxivdan olingan. Marhamat. Demak, tomosha qilamiz. Oh kecha, oppoq kecha, oy kelinday so'zlar. Uyqucha, yostiq qucha, yigit ko'zi ilinar. Uyqucha, yostiq qucha, yigit ko'zi ilinar. Devori yaktagimni ado qildi sanamjon. Suyganimni sen bilmading, devor bildi sanamjon. Oq olchalar har kecha bitta uzildi. Derazangdan oshib tushib Xudaychilar tizildi. Oh kecha, oppoq kecha, oy kelinday so'zlar. Uyqucha, yostiq qucha,
yigit ko'zi ilinar. Vaslini zor qo'msagan ko'nglim kuysin sanamjon, akillagan itlarini qismat suysin sanamjon. Qolchalar har kecha bitta bitta zuldi dirazangdan oşup tushib hudaychilar tizildi. Oq kecha, oppoq kecha, oy kelinday so'zlar. Uyqucha, yostiq qucha, yigit ko'zi ilinar. Oq kecha, oppoq kecha, oy kelinday so'zlar. Uyqucha, yostiq qucha, yigit ko'zi ilinar. Chindan ishq va oshiqlik haqidagi bir ajoyib qo'shiq bo'lganki, oshiqning dardi namoyon bo'lgan. Nimalarni esladingiz? Mana hozir ancha yil oldingi tasvirlarni ko'rdik. Necha yil oldingi? Bir 30-40 yil bo'lsa kerak. Shunaqa bo'ldi. Nima bizim mahallada haligi bog' devori yaktagim degan bir pastak joy bo'lardi-da. O'sha bunday pastak joyda o'riklar bor edi, o'riklar bo'lardi. O'sha narsa qolgandi-da, she'rga qarasam, xuddi ash narsa turibdi-da. O'sha tasavvurda bo'lib turib bino olganda bu qo'shiq. O'sha yoshligimizda darslarni o'ylab turib o'sha devordan oshib o'rikka chiqardik. Qo'shnilar qizlari bo'lardi-da, chiroyli qizlar, halilar bilan o'ylab. Yoshlikda edi. Qo'shnilar qizi bilan qizlari o'shalarni ashlarni eslab turib, yoshlikni eslab turib bino olgan qo'shiqda bu ham. Shunday holatni manzarani chizib qo'ya qolganda. Ha, chizib qo'yganda shunday chizgan edi. Bog' devori yaktagim nado. Uni endi ramzlarini qarang-da, mana so'zlarda ostiga yashiringan ma'noni aytmoqchiman-da. Bog' devori yaktagimni ado qildi sanamjon. Demak, o'sha sen tomonga bo'ylaverib yaktagim ado bo'ldi. Yaktagim ado bo'ldi. Yana vaslingni zor qo'msagan ko'nglim kuysin sanamjon, akillagan itlaringni qismat suysin sanamjon. Men kelganimda akillab menga tashlanadigan itlaringni ham hattoki qismat suysin. Itingga ham yomonlik ravo ko'rmayman degan bir ma'no bor. Oshiqlik qanday bo'ladi? Chuqur ma'noda. Chuqur ma'no bor-da. Va o'sha paytda shunaqa she'rlarga qattiq e'tibor qaratilgan, lekin endi go'yoki yengil-yelpi bo'lmasa she'r yaxshi qo'shiq yaratishga imkoni yo'q deganga o'xshagan bir qarashlar ham bor, lekin unaqa emas-da endi. Mana shunaqangi chuqur ma'noli she'rdan ham yoqimli qo'shiq qilib yaratish mumkin endi. Ammo bizda juda ko'p eshitilardi. Har kuni yo'q deganda 4 marta, 5 marta aytilardi. To'ylarda, marosimlarda aytilardi. Endi odamlarga e'tiborish qiyin deb o'ylanadi-da bunaqa narsalar. Og'ir she'rlarda. Hozirgi kunda shunday qilib, lekin u davrda boshqacha bo'lgan. Insonlarning tushunchasi. Shunga yarasha ijodkorlar ham o'z she'rlariga juda ham e'tibor bilan yondashgan, qo'shiqlarga tanlashgan. Uyg'unlashganda u ham bu ham. Talab kuchli bo'lgani uchun juda ham o'sha bizning xalqimizni tanlab eshitadigan qobiliyati bor-da xalqimizni. O'zbek xalqini tanlab qo'shiqni ham, qo'shiqchini ham keyin rosa rohat qilgandan keyin deydi-yu. Ana shunda Shinavandada butun borlig'i bilan chiqib ketadi haligi. Deganda o'zi katta Shinavandalikda bu. Degir rivoj ham hazilakam ish emas. maromiga yetkazish kerak qo'shiqni. Uning uchun qo'shiqni maromiga yetkazib, qo'shiqni so'zi ham maromida bo'lish kerak. Uni tushuntirib bilish kerak. Oldin menimcha shu o'zim haqiqiy tushuncham ham shu. Aytuvchi odam oldin o'zi tushunish kerak uni nimaligini.
bilsa undan keyin eshituvchiga ham yetib boradi. Bo'lmasa yetib borishcha qiyin. Tushunmasdan aytsangiz, endi lug'at bilan ishlardikda biz. Ilgari bunaqa telefonlar yo'q edi, buni chiqsangiz vaqtga chiqib beraveradigan. Ilgari lug'atni ochib olib, so'zma-so'z, mo'ng tagida nima yotibdi, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda nima bor? Nima bu so'zdan oldin buni kelyapti, ma'no o'zgarib qolyapti-ku. Bundan keyin bu kelsa nima bo'ladi? Hamma yo'qda tafsil qilib keyin aytilardi-da, yine badiiy sovet bo'lardi. Badiiy kengash. Shoirlar, bastakorlar, xonandalar hammalari o'tirishardi. 15-20 kishi o'tirardi. Har bitta qo'shiqingizni kelib aytib berardingiz. Aytganingizdan keyin o'shalardan hammasini eshitib ko'rib, nimasidan o'tsa, keyin ruxsat beriladi. Keyin efirga ketardi. Bo'lmasa efirga qo'ymasdi. Shu paytda. Shuning uchun ham o'z ishiga mas'uliyat bilan. Ha, mas'ul. Keyin qo'shiqlarni ham tanlab qo'yilardi-da. Haligi har qanday yengil bunaqa qo'shiqlar qo'yilmas edi. Konsert yoziladigan bo'lsa ham o'sha hammasini matniga, kuyiga, hamma yo'g'iga e'tibor berib keyin qilinardi. Hozir ham bor-a? Ha, albatta. Hozir ham bunda ham bor. Qattiq talablar qo'yilgan albatta. Shu xudsovet, badiiy sovet juda foydasi katta-da. G'anjon Toshmatov rahmatli shoirlar, bastakorlar o'tirishardi. Badiiy sovetga kirib ashula aytardi. Shuni ham badiiy sovetda o'tkazganman-da. Hozirgi qo'shiqni ham. E'tirozsiz bir ovozdan qabul qilingan qabul qilingan. Chunki she'rni o'zi yuki bor, mukammal yozilgan va ohang ham juda mos tushgan unga. Bir-biriga. O'zingiz musiqasini o'zingiz bastalaganmisiz bu qo'shiqqa? Ha, o'zim bastalayman. Men muzikani faqat o'zimniki, faqat o'zim bastalayman. Demak, sozanda faqat o'zingiz va boshqalarga ham bastalab berayotgansiz, eshitishimiz bo'yicha. Bu shunaqa. Endi yo'g'a savol berishadi-da, Azimjon. Bana qo'shig'ingizni falonchi aytyapti, buniki aytyapti, mana odam aytyapti. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Deb aytibki, bular aytib ado qilishar edi. Dedim, qanaqa qaradim, aytaversin dedim. Tugab qolmaydi. Tugab qolmaydi. Yana bir narsaki, qo'shiqni umri uzayadi-da. Qo'shiqni umri uzayadi. Ma'lum vaqtda qolib ketavermaydi. O'shani eslatib, kelajakda ham mana boshqalarga ham kerak bo'ladi-da bu narsa. O'sha bir qo'shiqni umri uzayadi aytsa. Aytsin ilohim. Ammo ruxsat so'rasa yaxshi bo'ladi ama. Bugungi kunda mualliflik huquqi bir talab qilinayotgan bir paytda albatta ruxsat so'rash, ijodkordan, muallifdan roziligini olish juda ham muhim. Bu birinchi o'rinda hurmat bo'ladi. Albatta. Ustoz shogirdni oldidagi bir-biriga hurmat. So'zni muallifdan so'rab turib o'zgartirish kerak. Meni fikrimcha. Agar hayot bo'lsa. Hayot bo'lsa. Endi muallif u she'rni yozgandan keyin unikida u. Uni hech kimning haqqi yo'q buzishga, boshqa qilishga. Ruxsat so'rasa, men misol birorta she'r yoqib qolsa, o'shani olib muallifi bo'lsa, haliga mana shu so'zlari bitta joyda tiqilib qoladi. Bunisiga tushmay qoladi. Shu tushmay qolganlarda o'sha shoirlar bilan gaplashib turib, keling, mana shu joyini o'zgartiraylik, mana qilaylik. O'sha eshituvchiga ham, aytuvchiga ham oson bo'ladi, tushunishi ham, aytilishi ham bo'ladi. Tezroq yetib boradi eshituvchiga ham, o'zi ham maza qiladi. Deb shunaqa qilinadi. Bu yerda hozir unaqa emas, lekin shunday o'zgartirib aytib qo'ya qolyapti. Endi bu ham balkim bir tomoni to'g'ridir, lekin qanday bo'lsa ham baribir mulozim so'rash kerak. Hurmat yuzasidan-da. San'atkor, san'at ahli mana shunaqa odobi bilan san'atkor ajralib turish kerak-da. Odobi bilan. San'atkorda odobi eng yuqori o'rinda turish kerak. Hammaga namuna bo'lib turish kerak odob. Shu odob, axloqi bo'lgan san'atkorlarimiz iloyim ko'paysin iloyim. Salomat bo'lsin hammalari. Mana hozir Oqbilagoyimda endi yengil xalqona dedik, tez singadigan qo'shiq. So'zlari ham yengilda, endi hazm qilish oson bo'lgan, tez yetib boradigan. Lekin hozir bitta she'rni eslatmoqchi edim sizga. Balki hozir aytganimdan keyin yodingizga tushadi.
sening o'z xotirang, kechmishlaring bor. Bezovta ruhingni titroqqa solgan. Eng baxtli kuningga ataganing ey, o'zganing o'tmishing o'g'irlab olgan. Bag'riga tortganda gulgun davralar, qimtinib, turtinib qadam tashlaysan. O'tmish va kelajak o'rtasida sen yolg'iz iztiroblar bilan yashaysan. Kimning she'ri edi bu? Shukur Sodiq. Shukur Sodiq she'ri. Va mana shu she'rning asosida, shu she'rning asosida juda go'zal qo'shiq bo'lganda. Men o'sha yoshlik, bolalik chog'larida bu she'rni masalan men qayerdandir kitobdan topib, internetdan topib o'qiganim yo'q. Shu qo'shiqni tinglab, shu tinglash asnosida xotiramga singib qolgan. Mana necha yillar o'tdi oradan? 30-35 yillar o'tdi shekilli. Esimda-da hali. Va shu nimada Anvar Tojiyev, rahmatli Anvar akam yozardilarda. Anvar akam meni ustozim deb hisoblayman-da, chunki juda ko'p ushlar zapis qilib ko'p narsalar o'rganganman. Radio Records studiyada. Nimada? Melodiyada. Melodiyada, ha. Grand Plasinkada. Shu yerga shunaqa men haligi she'rni ko'rib, shuni o'zidan-o'zi qo'shiq bo'lib qoldi bu ham. Shunda endi Shukur Sodiqqa aytdim, zapisga keldi. Yig'laganda. O'sha hech esimdan chiqmaydi. Shoir yig'lab chiqqan. Ko'tarolmadim men dardni deb chiqib ketgandi. Bu ham o'sha ya'ni so'z bilan musiqani bir-biriga egizayligi, uyg'unlashgan edi mana. Endi bitta narsani so'ramoqchiman-da. Mana hozir qancha 35 yillar o'tdi bu qo'shiqqa, 35 yillar o'tdi. Endi o'zingiz ham menimcha ko'pdan beri bu qo'shiqlarni ijro etmagan bo'lsangiz kerak. Qancha bo'ldi? Shuning uchun hozir iltimos qilsam bo'ladimi? Men yana bitta narsani mana Kamola bilan, aziz rejissyorimiz bilan bitta chorani qo'llab qo'yganmiz. Sizni shu esimdan chiqibdi, xotiramdan ko'tarilganda deb deyishingizni oldini olish uchun matnlarni tayyorlab qo'yganmiz. Imkon bo'lsa shu torda mana shu qo'shiqni jonli eshitsak. Men sizga hozir matnlarini sening o'z xotirang. Murodjon aka, mana ehtiyot shart matnlar kerak bo'lsa mana qarab turasiz. Xotiramda borligicha. Chunki u yillar o'tib ketdi-da. Ha. Sening o'z xotirang, kechmishlaring bor. Bezovta ruhingni titroqqa solgan. Eng baxtli kuningga ataganingni o'tgani o'tmishi o'g'irlab olgan. Bag'riga tortganda gulgun davralar, qimtinib, turtinib qadam tashlaysan. O'tmish va kelajak o'rtasida sen yolg'iz iztiroblar bilan yashaysan. Sening o'z xotirang, kechmishlaring bor. Bezovta ruhingni titroqqa solgan. Eng baxtli kuningga ataganingni o'zgani o'tmishik o'g'irlab olgan. Goho uchrashuvdan qaytgach dugonang ta'riflay boshlasa sevgining kuchun, sen esa ko'z yoshdan nam yostig'ingni oftobga qo'yasan quritmoq uchun. Sevgilim g'iybatlar mishmishlar tindi, yillar kim
tinmadi dilimning uni. Sen unda, men bunda o'g'irlatdik baxt. Endi muhabbatning tutmoqda xuni. Sening o'z xotirang, kechmishlaring bor. Bezovta ruhingni titroqqa solgan. Eng baxtli kuningga ataganingni o'zganing o'tmishi o'g'irlab olgan. Rahmat. Sog' bo'ling. O'z paytida qanaqadir bir ehtiyotsizlik oqibatidadir balki o'sha qadriga yetmasdan, muhabbatidan ajralib qolgan bir qizginani bir qiyofasi chizilyapti-da. Dog'. O'sha endi hamma narsa ham ijobiy bo'lolmaydi-ku hayotda. O'ziga yarasha o'ydim chuquri qoqiladigan joyi, yoshlik deyiladi. Shularda o'zini o'sha talqinda borda shu. O'sha iztirobini, boshqasini qog'ozga tushirganda. Goho uchrashuvdan qaytgach dugonang ta'riflay boshlasa sevgining kuchin, sen esa ko'z yoshdan nam yostog'ingni oftobga qo'yasan quritmoq uchun. Chiroyli satrlar. Va oxirgi satrlar, sen unda, men bunda o'g'irlatdik. Endi muhabbatning tutmoqda xuni. Vaqtida qadriga yetolmadik-da, endi jazosini ko'ryapmiz, pushaymon qilyapmiz. Pushaymonlik, armon. Armon. Ya armon yomon narsa-da. Yaxshini deysiz ham, yomon ham deysiz-da. Keyin yetisholmay qolganingizdan keyin haligi armon ichingizni tirnaydi-da. Qiynalasiz. Kemiradi ichingiz armon. Nimaga shu armon bo'lib qoldi? Sizda ham mana shunday armonlar bormi? Mana bitta narsa aytaymi? Mana otam o'tirib, siz bu kichkinagina joy olib dadamni olib chiqib berdim-da, salqin joyda bog' qilib. Shuni siz bugun pulingizga olgansiz. O'zingiz qo'lingiz bilan boqsangiz boshqacha maza qilasiz dedilar-da. Keyin bog' qildim-u, dadam bog'imni ko'rmasdan o'tib ketdi. Ana bitta armon menda. Eng katta armonlarimdan bittasi shu. Iloyim bizni farzandlarimiz hammamizni ham yurtimizdagi farzandlar bearmon yashasin Parvardigor. Shu bearmon yashashki, o'sha o'ylagan orzu havaslariga ham yetishib ushalsa rohatda. Mana endi armonlar haqida gapiryapsiz-da, Murod aka. Va yana odamda o'z vaqtida ayta olmagan izhorlari ham yoki bo'lmasam kimdandir so'ralmay qolgan uzrlar ham, bular ham vaqt o'tgan sari armonga aylanib boradi-da. O'sha paytda nega shunaqa qilgan ekanman, dilini og'ritib qo'ydim degan narsa. Lekin vijdon azobi bo'ladi, odam o'zi qiynaladi baribir shu narsalarda. Agar qalbi uyg'oq odam bo'lsa, qiynaladi albatta. Va sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Qachondir kimnidir ko'nglini og'ritib, vaqtida so'ralmay qoldim, uzr, shuni bekor qildimmi degan holatlar. Bo'lgan. Chunki haligi o'zingizni eng qadrdon do'stlaringiz, yoshligingizda birga katta bo'lgan do'stlaringizni vaqt soati kelib, qandaydir bir arzimagan narsa bilan orangiz buzilib qolsa, bu ham joy odamni qiynaydi-da. Hozir meni yomon qiynaysiz hozir. Men sizdan ana shunday bir qaysidir ma'noda sizdan ranjib qolgan inson bor. Endi ranjiganmi, ranjimaganmi bilmayman-ku, lekin sizning ko'nglingiz xijil. Meni ko'nglim xijildaki, o'sha dilini og'ritib qo'ymadimmi deyman-da, birorta odam dilini og'ritish bizni qo'limizdan kelmagan, qilmaymiz ham hayotda bo'lgan emas-ku. Lekin bilib bilmay ba'zi xatolar qilib qo'yamiz-da. Endi o'shanda balki men jonim bilan kechirim so'rardim shundan. Endi nima deydi? Ismini ayta olasiz? Og'irmi? Ya endi nima deydi? O'zi do'stim, birga o'qiganman. 1-2 yildan beri
nimagadir telefonlashmayapmiz-da. Ko'ngli og'rib qolgandingiz. Shuni o'ylayapman. Endi balkim Kamola bo'lmasa Murod aka. Endi bugungi ko'rsatuvimizdan baribir biz yaxshi xotiralar, ezgu ishlar haqida gaplashamiz, shularni xotirlaymiz-ku. Bugungi ko'rsatuvimizdan bo'lmasa bir harakat qilib ko'rsak, agar mumkin bo'lsa, agar siz istasangiz, shodammi? Demoqchimisiz? Ha, telefon raqamlarini olaylik-da bo'lmasa, bog'lanib ko'raylik. Siz gaplasha olasiz kishi bilan? Jonli efirda. Aytmoqchimanki, yo qiziq bo'ladi-ku, yaxshi-ku. agar dil og'rib qolgan bo'lsa, masalan, ko'pchiliklar oldida ham teletomoshabinlar oldida buncha Kutilmagan qo'ng'iroq bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam hozir bitta yana musiqiy tanaffus qilamizda va rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz. Bog'lanish harakatida bo'lamiz, demak. Azizadan, Eldorjonlardan iltimos qilamizda hozir bir sizdan raqam olib ularga yetkazamizda, demak, musiqiy tanaffus paytida bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Qaysi qo'shiqni tinglaymiz hozir? Bo'lmasam yana o'sha xotiralarni eslashda davom etib turaylik-da. O'sha hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvida yana bir qo'shig'ingiz yangraganda. Qaysi qo'shiq? Laylak mozor degan. Ha, Laylak mozor. Laylak mozor. Farida Afroz bu ham. Bu Farida Afrozni, Farida opani qobiliyatini qarangki, bitta rassom o'sha Laylak mozorda rasmini chizgan. U kishi bormagan Farida opa. Bormasdan tasavvurda she'r yozganda shu qo'shiq bo'lganda. Shundan bir parcha eslash ma'nosida. Endi tasvirlar uzoq yillik tasvirlar, shuning uchun sifati u qadar ko'ngildagidek emas, lekin eslash ma'nosida, masalan, eslashimiz mumkin. Laylak mozor. Birozgina parcha ko'raylik bo'lmasa. Bu ne kudret, bu ne mucize. Ular kimler, belki hurlardır. Dil vücuttan sülüp yayrab, azap küçüp yürgen ruhlardır. Karlip tazar bizra şart kurganlarning shijoat shubha tutdi sanamli butkul bu ne qudrat bu ne sinat bu ne qudrat bu ne sinat mana demak yana bir o'tmishni yodiga soluvchi ajoyib qo'shiq va shuni barobarida biz do'stingizni telefon raqamlarini oldik va hozir mana urinib ko'rishadi bizning rejissyorlarimiz. Siz Laylak mozorga borganmisiz? Yo'q. Bu Laylak mozor ana shu dovondan tushganimizdan keyin Namangan tomonga burilganda o'sha yerda o'ng tomondan Laylak mozor keladi. Demak, Pop tumani hududida. Ha, shuni aytdi. O'sha yerda bu qarangki, teraklar ham qabrga salom berib turadi. Laylalar har kuni uchib tavob qiladi o'sha yerlar. Kechaga ketishmaydi, qolishadi, o'sha yerda yashashadi. Yozda ham. Demak, bu qo'shiq ham bejiz yaralmagan. Ha, o'sha. Ichida Laylak mozori bor. Bilan bog'liq voqealar. O'sha hali aytdim-ku, ko'rmasdan, hali bormasdan turib rasmni ko'rib turib yozganda, qarang. Rasmini ko'rib turib yozgan. Laylak mozor suratiga qarab turib yozilgan she'r. Keyin qiziqib qolib, keyin buni qo'shiq qildik. Buni inek syomka ham qildik. Murod aka, mana hozir mana shu tasvirlar aniq eslay olasizmi? Nechinchi yillar? 89, 90.
Shularda atrofida. Shuni atrofida-da. Shuni atrofida. 90-yil bo'lgan bo'lsa ham mana 35 yil. 35 yil bo'lyapti-da. Shunaqa 35 yil, 30 yil. Qancha suvlar oqib ketdi. Ne suvlar. Demak, xabar qilishlaricha bog'landik. Do'stingiz bilan bog'landik. Efir yo'llasak bo'ladimi? Ismlari? Solijon. Solijon aka. Solijon aka demak efirdamilar? Demak, ulashmoqda. Assalomu alaykum. Solijon aka, bizni eshityapsizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Solijon aka, o'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Biz Toshkent telekanali Xiyobon ko'rsatuvidan hozir bizning ko'rsatuvimizda xonanda Murodjon Ibrohimov sizning do'stingiz mehmon bo'lib turibdilar-da. Juda yaxshi. Shunga hozir ko'ngillarining tubida bir ozgina bir armonga o'xshagan bir o'kinchlari bor ekan. Qachondir bir o'rtalaringizda, oralaringizda nimadir, qanaqadir bir sal ko'ngilsizlik sodir bo'lgan ekanmi bilmadim. Qani Murod aka qolganini o'zingiz. Assalomu alaykum, Solijon. Va alaykum assalom. Hofiz, yaxshimisiz? Rahmat, o'zlari tinchmilar? Ovozingizni eshitganimdan xursandman. Bag'oyat shodman, iloyim. Bolalar yaxshimi? Men juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, zo'r do'stimsiz siz men. Mendan o'tgan bo'lsa siz kechiring, sizdan o'tgan bo'lsa men kechiray. Bu ajoyib gap bo'ldi, Murodjon. Do'stim. Salomat bo'ling. Farzandlaringiz yaxshimi? Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Allohga shukr, sog' bo'ling. Sog'liklaringiz yaxshimi? Ibrohimov. Hakimov. Kasal bo'lmagan bolalaringni, nevaralaringni baxtiga sog'-salomat bo'lin do'stim. Rahmat do'stim, rahmat. Osmonga yetdi. Rahmat. Sog' bo'lgin sana. Iloyim. Solijon aka. Labbay. Xudo xohlasa mana ertaga Murod akam yana Marg'ilonga, Farg'onaga yetib boradilar. Va menimcha endi birinchi ishda ertaga siz bilan didorlashdan boshlasalar kerak. Shuna bo'ladi. Do'stim Samarqandda. Samarqanddami bu kishi? Do'stim Samarqandda-yu menga juda yaqinda, ko'nglim yaqinda. Shunday ko'rgandek bo'lib iloyim salomat, didor ko'rsatsin bir-birimizga iloyim. Men Samarqandda ishladim, do'stim Ibrohimov. Murodjon. Samarqandda kutaman. Imkoningiz bo'lsa keling. Xo'p bo'ladi. Shu kunlarda, kunlarda. Agar bo'lmasa, imkon topilmay turmasa, men o'zim boraman. Men boraman. Marg'ilonga. Keling endi bir-birimizga bordi keldi qilaveraylik. Siz ham boravering, men ham boraveraman, kelaveramiz. Iloyim. Shu bordi keldimiz yo'qolmasin. Rahmat do'stim. Sog' bo'ling do'stim. Sizlarga salom bering. Rahmat sizlarga. Solijon aka, sog' salomat bo'ling. Bu Toshkent telekanali Xiyobon dasturi va hozir minglab, millionlab muxlislar sizning ovozingizni bevosita to'g'ridan-to'g'ri efirda tinglashdi va menimcha juda ko'pchilik, ularning aksariyati, hammalari, masalan, bugun o'sha orada biroz qochgan murosani tiklanganidan juda ham mamnun bo'lishdi deb o'ylaymiz. Albatta. Rahmat Solijon aka. Va ko'pchilikka ibrat namuna bo'ladigan ish bo'ldi. Rahmat Solijon aka, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi ko'nglingiz tinchmi, Murodjon aka? Endi yozildi. Gina qudratlar aridi. Gina qudrat emas. Manatingiz tozalandi-da. Men qanaqa xato qildim deb o'ylab yurardim-da. Endi hozir niyatim yukim, yelkamdan yukim tushganday bo'lib. Endi do'stim, har doim do'stda. Undan xafa bo'lib bo'lmaydi. Ularning hurmatini joyiga qo'yish kerak. Kechirimli bo'lgan yaxshi-da. Albatta. Inson kechirimli bo'lsa yaxshi. Har doim bizning kelajagimiz ham mana siz bilan mendan o'rnay olsa, farzandlarimiz ham kechirimli bo'lishadi. Murod aka, endi har bitta ko'ngilga tukib qo'yilgan narsa bir o'ziga yarasha yuk-da. Bu
ortiqcha bir odamni insonni yashashiga xalal beradi, yaxshi o'ynab kulib yurishiga xalal beradi. Bir mana shu yerda tugilib bir dard bo'lib turaveradi. O'shaning uchun bu dardlar chiqib ketgani yaxshi. To'g'rimi? Va mana hozir siz ko'pchilikni oldida bu darddan xalos bo'ldingiz. Yechildi-da, yechildi. Tuging yechildi-da. Mayitdagi nima tozalandi.